Assalamu alaikum. Hürmetli qarindoshlar, qanday ahvolinglar bilan tutinglar. Men hozir mana gapimni boshlab beray qarindoshlar. Keyin chiqqan qarindoshlarimiz keyin ko'rib olar. Hozir shu 9-oyning 1idan boshlab biz shu hech vaqtimiz e'lon qilib kelayotgan Xitoy tajovuzchilarining bayrog'ini köydürüş, her xil şekilde yitib tashlash, hacetxonaga ve ayağını koyduğun palaz orunda işletiş ve bu şekilde özümüzün imkaniyet yer vergen her xil şekilde bu Xitay tajovuzchilarining bayrog'ini her xil şekilde bunu nima qilish faaliyetlerini ilib boramiz. Şuna qarindoshlarımızning imkoniyati yetgan qarindoshlarningki mayli Xitoyning bayrog'ini topa olsin, agar bayrog'ini topolmasa A4 qog'ozga printerda rangli şekilde besib chiqarib, şunu bir şekilde imkaniyeti yetken şekilde meyle qarg'ilib taş etib oynamdı, meyle siyah çeçamdı, meyle qandaq imkaniyeti yetken şekildeki hareketlerini ilip verip şunu video özümüzden ki ictimai uçur vasıtlarında video arkalık taqtib bunu hem bekirlisek, bunu köplep bir şekilde taqatsak, bunu qılalıgan qarindoshlarimiz qısa, qılanmagan qarindoshlarimiz bunu hem bekirleşken bir yardımlese bir şekilde ictimai uçur vasıtlarında bu Xitay tajovuzlarının 70 yıllık bayramını kutlayma deb nayet şekilde bir hareket kılavatkan, dünyaya zorluk zumbuluk kılavatkan, bulup bizden Şarkı Türkistan'da halkımızın çoğu neçe milyon halkımızını öldürüp tüketivatkan Xitay tajovuzlarına karşı imkaniyetimizden yetişiyor. Muşundak şekilde Xitay'ın bayrağını olsun mu bir karşılığımızı bildirildiğin şekilde hareket kısak degan ümitde bu faaliyetini qilmoqchi qarindoshlar. Şuna bu naq meydan orqali mushu birinchi stadiyadan boshlab tak 10 ayning 1-kunigacha Xitoyning bayrami tuguchilik 30 kun ichida inshaalloh bu faoliyatimizni davomlashtirmoqchi. Şuna bu 30 kun ichida qarindoshlarimiz imkoniyat yor bergan qarindoshlarimizdin buningga yaqindan ovoz qo'shib, buningga bir şekilde hamkorlashib bu işimizni bir şekilde ilip basak degan ümitde bu naq meydan programmasını qilib Şuna bunu nayet qısqa qilmoqchi qarindoshlar, boshqa maqsad nimamiz yo'q. Faqatla biz imkoniyatimiz yetken turayotgan turishliq davlatimizda yashayotgan yerimizde imkoniyatimiz yetken şekilde Xitoyga qarshi amaliy harakat qilsak, amaliy qarshiligimizni bildirsek, bir kunimizni nayet ma'nilik o'tkazgan bo'lamiz. Ba'zi qarindoshlar so'radi mendan, Xitoyning bayrog'ini ko'ydirib nima foydasi bor? Foydasi yo'q. Buni ko'ydirib olganda qanday lazzatligingizni, qanday qarshiligingizni bildirganingizni his qila olasiz. Bu Xitoyga nafratingizni bildirmisiniz, qarshiligingizni bildirmisiniz uchun mangu sukut ichida o'lib ketasiz. Uning uchun biz qo'limizdan kelgan, agar Xitoyning derisi yenimizde bo'lganimizda kuni tashatdik. Qo'limizda boshqarilgan bomba bo'lsa, Xitoyga shuni qartib atdik. Qo'limizda atom bombasi bo'lsa, Xitoyga qartib shuni atdik. Ammo u narsalarimiz yo'q. Ammo qo'limizda Xitoyning bayrog'ini ola oladigan imkoniyatimiz bor, ko'ydira oladigan sharoitimiz bor. Buning har xil shaklda qila oladigan, dafsani qila oladigan nimamiz bor, fursatimiz bor. Shunga bu fursatni, bu ne'matni naytishon tutdi. Buning qarshi amaliy shaklda bir özümüzün karşılığını bildirelim. Onun için bu faaliyet inşallah Allah halsa geçen günü 1. saatden başlandı. Şuna bütün qarindoshlarımızdan bununla yakından hemkarlaşıp bunu birçoğu naydı bir Xitoyga karşı faaliyetimin karşılık hareketim degan şekilde hemmemizden çoğu o'ttirga chiqib bunun ovoz qo'shishini umid qilaman. Hammani Cenab-ı Allah'a topshirib, assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh.